Samarqand, Mirzaahmedova Yarisa Jalolova birinchi sonli shahar tumanlararo perinatal markazi bosh shifokori lavozimida ishlayman. Bizda Toshkent tibbiyot texnikumi bilan 3 yil davomida shartnoma asosida biz birga ish faoliyatimizni olib boramiz. Bizga bu Toshkent tibbiyot texnikumini talabalari amaliyot o'tish uchun bizlarning tug'ruq kompleksimizda baza ajratilgan. Ular bizlarning kompleksga kelganda har bitta bo'limga распределение bo'lingandan keyin 1 oy davomida qaysi guruhlari 2 hafta 3 hafta davomida bizda amaliyot o'tib ketishadi. Oxirida biz texnikum talabalari, bitiruvchi talabalari bilan suhbat o'tkazamiz bosh loyihamiz bilan. Kimdaki xohish bo'lsa, qo'lidan ish keladigan talabalarni biz keyinchalik o'zimizning kompleksimizga ishga qabul qilamiz. 3 yil davomida bizda 5 tadan 10 tagacha talabalarni biz hozirgi kunga qadar ishga qabul qilganmiz. Qabul qilganimizdan biz afsuslanmaymiz, chunki har bitta yosh kadrlar o'z ish faoliyatiga mas'uliyat bilan qarashadi, yondashishadi. Hozirgi kungacha bizda muammo bo'lgani yo'q.